Baroat kechasida yana bir imkoniyat, sehr va hasad balosidan najot topish ham bor. Alloh bu kechada o'ziga loyiq bir usul bilan dunyo osmoniga tushadi. Bu degani maxluqiy sifat bo'lgan makondan makonga ko'chish, bir joyni bo'shatib, bir joyni to'ldirish ma'nosida emas albatta. Ahli sunna aqidasi bo'yicha hadisni zohiriga ma'no bergan kishi dindan xorij bo'ladi. Alloh asrasin. Bu hadis mutashabbih hadis bo'lib, ta'bir bilan tushunishga to'g'ri keladi. Ko'chish maxluqiy sifat. Kimki maxluqiy sifatni Xoliqqa bersa, uni haqorat qilgan bo'ladi. Ha, shunday. Chunki Qur'oni Karimda Alloh o'zi maxluqiy sifat berganlarni keltirib, meni so'kdi, haqorat qildi deydi. Ya'ni Bani Isroil meni farzand ko'rdi deya haqorat qildi deydi. Bu yerda haqorat o'sha farzandli bo'lish, kishidan kishi ajrashi, maxluqiy sifat bo'lgani uchun ham bu Xoliqqa ayb hisoblanadi. Usuldan ma'lumki, nimaiki maxluqiy sifat Xoliqqa berilsa, bu nuqson va aybdir. Uning bandalariga marhamati nozil bo'ladi deya ta'bir qilinadi. Kechani maqomini bildirish uchun shunday mutashabbih holda bayon qilingan. Demak, bu kecha oddiy kechalardan ko'plab tuhfalari bilan tubdan farq qilib turadi.